Eng ko'p tushadigan savollarimizdan biri andoza bilan bichgan yaxshimi yoki andozasiz bichgan yaxshimi deydi. Albatta, andozasiz bichgandan andoza asosini yaratib bichganingiz yaxshiroq. Nimaga deganingizda, andozani formulalar orqali to'g'ri hisoblab andoza asosini yaratganingizda, bu tekshirib olganingizdan keyin qomatga mos keladigan andoza bo'lsa, buni siz xohlagan fasoningizga modellashtirishingiz mumkin. Andozasiz matoni ustida taxminan qo'yib bichganingiz, u ko'proq primerka qilasiz, ko'p vaqtingizni primerkaga sarflaysiz. U to'g'ri chiqarmikan, tor bo'lib qolmaydimi yoki keng bo'lib qolmaydimi deb ko'p o'ylanishlar bo'ladida va siz andozani ustida siz to'g'ridan to'g'ri bichganingizda xohlagan fasoningizni yarata olmaysiz. Agar andoza bilan bichganingizda andoza asosingiz to'g'ri qurilgan bo'lsa, siz uni xohlagan fasoningizga modellashtirib, skladka ochasizmi, burmaga ochasizmi, yana yiqqaningizda yana o'sha o'zingizning to'g'ri qolipingiz chiqadi. Shuning uchun andoza asoslarini biz formulalar orqali andoza bilan kiyimlarimizni bichganimiz maqsadga muvofiq bo'ladi.